O'rtoqlar, OLXga kirsanglar, shunaqa bo'lma bor. Investor kerak, halol sherikchilik kerak degan e'lonlar chiqib keladi. Ehtiyot bo'lamiz, firibgarlar, mashinniklar ko'payib ketibdi. $300 tiksiz ham katta bizneslarni qilsa bo'ladi degan e'lonlar rosa ko'payib ketgan. O'zi har kimni ham, masalan, o'qituvchi bo'ladimi, oddiy taksist bo'ladimi, hayotida bir marta bo'lsa ham qo'shimcha bir biznes qilishga haqqi bor. Xohlaydi-da shu narsani. Chunki kommunal to'lovlar, gaz, elektr juda qimmatlashib ketgan. Ro'zg'ordan orttirib bir o'sha $500, $1000, masalan $2000 kimdir ko'proq orttirishi mumkin-da, masalan, endi orttirish o'zi qiyin bo'lyapti. O'shanaqa holatda ham bir qo'shimcha bir biznes xohlaydi. Ehtiyot bo'linglar, ishonmanglar. Hattoki masalan ishlab chiqarish qanaqadir sexiga olib borish mumkin, ofisga taklif qilish mumkin yoki qanaqadir bir Instagramda bir profilni ko'rsatish mumkin. Birovni Instagram profillari bo'ladi ko'pincha. Men o'zim masalan shu mashhur brend bor ekan, o'zim chiqdim shu sizlarni e'loninglarni desam, yo'q, bizaniki emas dedi. Tezda o'sha e'lonni keyin o'chirib qo'ydi srazu. Yana bitta kichkina e'lonimiz bor. Yaqinda uy-joy недвижимость deydi masalan. Shu yo'nalish bo'yicha gostinitsalar masalan uy-joy oldi sotisi bo'ladimi, ijarasi bo'ladimi yoki uy-joy qurilishi yo'nalishi bo'ladimi, shu qidiruv tizimini qilyapmiz, onlayn platforma bo'ladi. Shunga halol, insofli maklerlar kerak bo'ladi, qurilish sohasida prorablar bo'ladi. O'shalar aloqaga chiqinglar. Men pul so'ramayapman, pulimiz bor, Xudoga shukr. Odamlarni aldamasdan, odamlarga zulm qilmasdan ham tirikchilikni, biznes qilsa bo'ladi. To'g'ri, foyda sal kamroq bo'lishi mumkin, lekin odam xotirjam bo'ladi. Boradigan joyingizda do'zax emas, jannat bo'ladi, Xudo xohlasa albatta. Videoni savob uchun tarqataveramiz. Joyinglar jannatdan bo'lgurlar.